qaysi turdagi odamlar biznesda muvaffaqiyatli bo'ladi-yu, qaysilari muvaffaqiyatsiz bo'ladi? Muvaffaqiyatli bo'ladigan insonlar o'zini sindiradigan insonlar. Nima demoqchiman? Biznesda ham konstruktor. Siz doim uni yig'asiz yoki boshidan buzib boshidan yig'asiz. Mana shu boshidan doim o'zini yig'ib sindirib yuradigan insonlar o'shalar chempion bo'ladi. Mana men misol uchun O'zbekistonda o'zim yo'nalishimda chempion bo'lsam, men bu bilan qanaqa yurishim bor yoki o'zimni ichimdan sindirishim bor. O'zimni ichimdan sindirishim uchun men o'zimga og'riq yaratishim kerak. Og'riq yaratishim uchun men nima qilaman? Men Rossiyaga boraman, Yevropaga boraman va ko'ramanki, qanchalik meni ulushim kichkinaligini va qanchalik men tizimda qolib ketayotganimni his qilishim kerak. O'sha og'riq asosida men biznesimga uni sindirib, boshdan qurib o'shalarga raqobat sifatida tizim qurishim mana shu meni doim muvaffaqiyatga erishishimga sababchi bo'ladi deb bilaman. Agar siz biznesni tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, mana 6 ta ketma-ket tizimlashtirish uchun darsim bor. Uni olish uchun kommentariyada dars so'zini qoldiring va albatta bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.